Mana Nabijon mana ko'ring. Mana shu to'rt tarafli stadion mana. Mana shu to'rt tarafli stadion, lekin kraska qilingan yo'q ham bu. Kraska qilib bersangiz, qilib beriladi. Mana shu ekan to'rt tarafli stadion mana shu. Devorni mana urib ketadi mana. Maytom u istadida buni, shuning uchun ochiq qoladi mana. Maylari ham istadi ekan. Mana orqa tarafi. Ikkita uyni o'rtasiga qo'yganmiz. Molar endi haligi o'sha hadovoy ketayotganlari. Hadovoy ketayotganlari. Molar. Mana u mehmonxonaga qo'yadigan yangi qildi, burchakka qo'yadi. Mehmonxonalarga, u zakasga bir yerga ketyapti bu. Marg'ilonga ketyapti biroz. Ashi mehmonxonalarni burchagiga qo'yadi, katta zallarga bonamiz. Mana endi o'chaqligi mana. Ikkita uyga qo'ysiz ham bo'laveradi, o'rtaga bu o'chaqlik. Chag'ida ovqat ham qila olasiz, boshqa ham qila olasiz. Orqa taraf narigi uyda ham, berigi uyda ham isitadi. Bu oldi tarafi. Bu mana orqa tarafi. O'chaqlikniki bu orqa.